Urushning ayoldan yiroq qiyofasi. Belarus yozuvchisi Svetlana Alekseyevich tomonidan yozilgan ushbu kitob qandaydir qahramonlar yoki generallar haqida emas. Bu urushda qatnashgan ayollarning qiyinchiliklari, ularning urushdagi hissiyotlari haqidagi haqiqatlardir. Men ko'plab urush haqidagi kitoblarni o'qib shunga amin bo'ldimki, urush bu juda dahshatli va unda birinchi navbatda eng begunoh qatlam bolalar nobud bo'ladi. Kattalar urushadi, bolalar azob chekadi. Ushbu kitobda meni ta'sirlantirgan bir parchasini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Tongda jazo otryadi qishlog'imizga o't qo'yishdi. O'rmonga qochib ketganlargina tirik qoldi. Hech narsa, hatto bir burda non olishga ham ulgurmay qolishdi. Na tuxum, na moy. Tunda Nastya xola qizini savalardi, chunki u tinmay yig'lardi. Nastya xolaning 5 farzandi bor edi. Dugonam Yuliya eng nimjoni edi. U tez-tez kasal bo'lardi. 4tasi o'g'il, hammasi kichkina, hammasi onasidan ovqat so'rab yig'lardi. Nastya xola aqldan ozdi. Kechqurun esa Yuliyaning iltijosini eshitib qoldim. Oyijon, meni cho'ktirmang. Boshqa so'ramayman. Boshqa non so'rab yig'lamayman. Yuliyani boshqa ko'rmadik. Barchaga ushbu kitobni o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman. Juda ajoyib asar.